Esingizga salsaq, bizning programmamizning maqsadi xalqimizning taraqqiyot yo'lida shu tushida xizmat elib berayotgan yigit boshlari, oqsoqollar kengashlarining a'zolari, xonim-qizlar o'xshash bizning aktivistlarimizni ham ularning xizmatlari bilan sizni tanishtirish. Bugun bizning programmamizda mehmonda Olmuta shahri Do'stlik mahallasining oqsoqollar kengashining a'zosi Rashidov Nurahmat akamiz. Endi o'zingiz bilsiz, hammamizga ma'lum shu ishida yigit boshlarining, xonim qizlarning ishlarini eplayotgandan bo'lak oqsoqollar kengashlarining ahamiyati zo'r. Oqsoqollar kengashlarining a'zolarining hammasi ishlarga xalq uchun xizmat qilishga tayyor. O'zimiz ish qilib, xalqimizga xizmat qilsak biz uchun cho'ng bir xo'shallik. Endi xalqimizning ichida cho'ng hurmat, kichikka izzat degan yaxshi taraqqiyot etgan bu. Shu jihatdan o'zining murojaati bilan keladigan oldinlarga, masalasi bilan keladigan azimatlarimiz bo'lamdi. Bo'ldi. Yashalmayotgan ishlari bo'lsa. Bo'ldi. Uyda masalan birlari petishmay qoldi, birlari biryan talishib qoldi. Ashlar kelganki bular ki bizga deydi deganki berib o'tirdi, uyda o'tirib, o'sha shishib bularning hammasini o'rniga solib qo'ysak beramiz. Bizning ishimiz shu. Hamma ish yeshildi. Yeshilmaydigan ish yo'q. Burg'ashdan shishilmagan ish yo'q. Hamma shishib yo'q. Shu vaqtcha bo'ldimi ashlar ishlar yeshilmay qolgan? Yo'q, yeshilmay qolgan ishlar bo'lmadi. Sotqa jugungan yoki bo'lmasa hokimiyat bilan bilishilgan ishlar. Yo'q, unda bo'lmadi ishlar, bo'lmadi. Demak, hamma narsani sirtga chiqarmay, shishib qo'yapmiz hammasini. Nahaq sotmay deb o'tagan azimatimiz bo'lsa, oqsoqollar kengashlari qurishga mumkinlik bo'ladi. Endi gunohsi bo'lsa, uni ko'chi tarafdan, hamda masalan oqsoqollar tarafdan artık berib so'zlashga bo'ldi. So'zlab endi organlarga berib so'zlashib, aparatga bitirishga bo'ldi dalillab. Ama endi u bola o'zi gunohkor bo'lsa, uningga bir ishim qilgan bo'lmaydi. Endi gunohkor bo'lmasa, berib uni aqlashib bo'ldi. Endi hozir pandemiyaga, elimizdagi shu ofatga bog'liqlik xeyli ishlar qisqartirilgan. Shu ichida o'zingiz etib o'tib ketsangiz, qanchalik ishlar qisqartirildi? Oqsoqollar a'zosi Nurahmatga rahmat, yigit boshlariga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli, qimmatli teletomoshabin. Efirda Qadam telekanali taqdim qilib o'tagan hozirgi zamon qahramonlari nomli programmasi. Sizlar bilan birga men Abdumanap Mahmudjon. Esingizga salsaq, bizning programmamizning maqsadi xalqimizning taraqqiyot yo'lida jut ichida xizmat elib berayotgan oqsoqollar kengashlarining a'zolari, yigit boshlari, xonim qizlari ham ularning xizmatlari bilan sizni tanishtirish. Bugun bizning programmamizda Olmuta shaharlik Drujba mahallasining oqsoqollar kengashining a'zosi Rashidov Nurahmat akamiz. Nurahmat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Efirimizga xush kelibsiz. Rahmat. Vaqtingizni bo'lib qizg'in suhbatga kelishganingiz uchun sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Endi men o'ylayman, hammasini shundoq sanaydi deb o'ylayman. Yigit boshlaridan bo'lak oqsoqollar kengashlarining shu ichida hurmati alaydan ham zo'r. Mush haqida to'xtalib o'tsangiz, siz shu oqsoqollar kengashining a'zolari bo'layotganingizga qancha vaqt bo'ldi? Qanday ishlarni talab qildi bu sizning xizmatingiz? Drujba mahallasida yig'in qilib, shu yig'indan bizni endi shu chaqirib oldi, shu oqsoqollar nimasini qurdik. Kengashini qurib ishlayotganimizga 7-8 yil bo'lib qoldi. Ishlarimiz meningcha yaxshi. Endi mayli bo'lgandan keyin mayli andaq-mundaq ishlar bo'ldi. Shularga mana yigit boshlari kelib deganki berib, ashada so'zlashib, ashlar bilan maslahatlashib, ishlarni shishib kelamiz. Oqsoqollar kengashining a'zolarining hammasi ishlarga xalq uchun xizmat qilishga tayyor. O'zimiz ish qilib, xalqimizga xizmat qilsak biz uchun cho'ng bir xo'shallik. Shunday ishlarni qilib kelyapmiz ukam. Shu yaxshi tinchlik. Menimiz yaxshi. Ko'ch yigit boshlari va yigit boshimiz bor, hammasi shunday inoq yaxshi ishlab kelyapti. Menimizning o'mligini bilsin, shu boshqa ishlar yo'q, endi normal hammasi yaxshi kelyapti. Oqsoqollar endi qo'limizdan kelgan ishimizni qilamiz, bizning qo'limizdan boshqa nima keldi? Shu bergan vaqtida maslahatimizni berib, ishlarni hammasi o'rniga qo'yib kelyapsak bo'ldi bizga. Bizning armonimiz shu. Endi xalqimizning ichida cho'ng hurmat, kichikka izzat degan yaxshi taraqqiyot etgan bu. Shu jihatdan o'zining murojaati bilan keladigan oldinlarga, masalasi bilan keladigan azimatlarimiz bo'lamdi? Bo'ldi. Yashalmayotgan ishlari bo'lsa. Bo'ldi. Shu bizning malda cho'ng bo'lgandan keyin gamchilar yigit beshik kelib jalb qildi u. Jalb qildi, o'rch paraq ketay. Ashlar kelib deydi-da, bunda qiladi deb uyda masalan birlari petishmay qoldi, birlari biryan talishib qoldi.
Aşağı kelgenden keyin bular kelip bizge deydi olsun. Degenden keyin berip oturdu, uyda oturup aşağıda şişe bulanın. Hemmisini orna so'p qo'yib beramiz. Bizning ishimiz shu. Aşağıdan sepip taylab tuzab kim günahkar emas, hemini şişip onu qo'yib. Hem iş yeşildi. Yeşilmeydiğin iş yok. Burungaçtan şişilmege işi yok. Hemini şişip Muş vaqtçı boldu mu aştaq işler yeşilmeye qalgan? Ya yeşilmeye qalgan işler bo'lmadi. Sotqı jügüngen yoki bo'lmasa hokimiyat bilan birlashilgan ishlar. Ya unda bo'lmadi ishlar, bo'lmadi. Demek hamma narsani sirtqa chiqarmay jut ishida ish bo'ldi. Şişip kelyapmiz ham ishni. Masalan, mundaq bir savol qo'ygim kelib o'tadi. Nahaq sotnay deb o'tagan azimatimiz bo'lsa, aqsoqollar kengashlari qutqarishga mumkinchilik bo'ladimi? Endi nahaq sotlanayotgan bolalar bo'lsa, endi gunohsi bo'lmasa, onu ko'ch tarafdan, hamda masala aqsoqollar tarafdan artık berib so'zlashga bo'ldi. So'zlab berandi, organlarga berib so'zlashib, aparatga berishga bo'ldi dalillab. Ama endi u bola o'zi gunohkor bo'lsa, uningga bir ishim qilgan bo'lmaydi. Endi bu gunohkor bo'lmasa, berib uni aqlashib bo'ldi. Bo'ldi uni. Aqsoqollar sheshalaydi uni. Aha, rahmat. Nurahmat aka, endi hozir pandemiyaga elimizdagi mush ofatga bog'lanishlik xeyli ishlar qisqartilgan. Jut ichida o'zingiz etib o'tib ketsangiz qanchalik ishlar qisqartildi? Hazır endi biz pensioner olgan işler hak yığır oldu hakka. İş yok. Bu hem işlerini yıpattı. Şunun için xalqlar şaman qiyinlavadı da. Qiyinlanganda mana şu bizning ticaretçi yigitlar mana uyda kvartir turgan bolalar var. Kvartirda 5-6 balası var. Şunda qiyinchiliklarni ko'rayotganlar ko'p. Shularga mana nurg'un yordamlarni qildi bizning Durbanning tijoratchi bolalari. Assalomu alaykum, hurmatli jot. Bugun mana biz Do'stlik mahallasiniki Qurmang'azi ko'chasining 11-uyda turyapmiz. Bu uyga kelganimizning sababi men bu uyda ko'p bolalar ayol turdi. Bizning Durban mahallasining mana yigitlari, mahalla yigit boshliq, mana Azod yigit boshliq, erkin, hammasi mejada ko'cha yigit boshlari, mush ko'chada nachar turganlarga nachar emas, endi kishan turmush nacharlarga yordam qilib kelayotgan bolalar, shularga hammasiga cho'ng rahmatimni aytmoqchiman. Balla bizning mahallining balları alamet işlep kelyapti. Bizning mahallining etini bekor do'stlik deb qo'ymabdi ekan. Shuning uchun bizning mahalla do'stlik hamsiga qo'lni sunib, nachar turayotganlarga mahallimizning ishlarini qilib, shuna yaxshi ishlarni qilib kelyapti mahallimiz. Biz aqsoqollar shularga qarab yurimiz. Aqsoqollar kerak edi bizning oldimizga birini so'raydi, yoshlar maslahatlashidi. Shularga biz rahmatimizni aytamiz. Endi nima deymiz? Ish qilib mataq ömür günümüz şunda yaxşı, yarı yolak boğunumuz yaxşı, birbirimiz yarı yolak bulup, matak kolumuzun sonup yüksek, intan yaxşılar oldu. Azat, mana koçu başlarına hemiz yığıp, məlini yığıp, şunda çoğun işlanıp kevadı da. Şunun bir rahmet deyim ben, erkin ufkumuz, umur şunda işlarını harmay talmay, keçək gündüz meşədə işlarını qıvadı da. Bizden aqsoqollarning kelip, endi kolumuzun kan yardımımızını, məsləhətimizini verip turumuz. Şu endi qarşı qilindaymiz. Bizning do'stlik mahallasi yaxshi, hamsi yaxshi. Yoshlarimizga inoqlik tilayman. Assalomu alaykum, qarindoshlarım, yurtdoshlarım. Mening navramning uyi ko'yib ketibdi. Hammasi yurtlar, qarindoshlar, yigitvoshlar yordam qilib, uyni amdan yasab oldi. Xudoyim shularning tan salomatligini, ittifoqligini, yurtning ittifoqligini versin Xudoyim. Akıbetini versin Xudoyim. Aqsoqollar azasi Nurahmatga rahmat. Yigit boshlarga rahmat. Jut qarindoshlar hammasiga rahmat. Qizim uyini bitirib kirib oldi. Xudoyim o'taqliqni bersin. Ashlarning tan salomatligini, ittifoqligini, birligini versin. Yigit boshlarning, qarindoshlarning, jutlarning hammasining birligini versin. Yoshlarimiz, yigit boshları, ko'cha yigit boshları uyime kirib biz aşağıda deyimiz, matak uxunlar qayda kim turdu, kim qiynaladı, şularni bilaylik deyimiz. Şu balalar kirib, uyime kirib, yigitvish, ko'cha yigitvish olgan kim bildi, kim nachar turdu, kim nima turdu, kim nimaga muhtoj, shularni hammani shishib jo'ndashga bo'ldi. Jo'ndab keldik shu vaqtcha. Bizning balalar yaraydi, yigit boshlarimiz aşağı shunday xizmatlarni qilib kelyapti. Hammasi yaxshi. Rahmat. Endi o'tgangi programmamizda bizda shu do'stlik mahallasining bosh yigit beshning o'rinbosari Imramziyev
Erkin akımız oldu. Onundakin Aksakallı Kengiş'nin reisi Ali Ahmet Fakırımız oldu. Uşaklarımızın yetişişi boyunca jut işçide hükümetin kollap kuvvetlişi bilen çoğun bir stadion selinigini ettim. Onunla anlaşımızca hükümet mixeli akça selinişiga özlerinin yardımını bergen eken. Hadi şu stadion hakkında etip ötüp geçseniz maksat sağlam salametlik hayatını tergib qilish bilan birga xotirjamlikni saqlash qo'daymi. Şu stadyonni endi u yer bir ixlatxonadi. Hükümet 70 mı berde şu begemle o Çin yetmedi. Bizden koç aşı kirip jigit başları, koç jigit başları ticaretçi balla hazır basanlar ya bir şundak bir ıllık yer damalığı ya. Stadion saldı, endi stadionu pütkendikin mayakka bir spor zal sevadı zemni. Uyaga boks bilen, çeliş bilen zanimas kılağanga aşını remontlavadı. Onun özümüzün balları, ticaret ballarımız tim verip hemen göndavadı. Endi stadionumuz alamet oldu. Onu berip körpe kanlar bir keşkılğı ya boş bulmaydı. Bizden duruşbunan malları şu yaman oyunlarını oynasın ornuğa hemisi şu stadionu berip şunda çıraylı futbol oynavatkan, voleybol oynavatkan, hem işlerini kıvatkan eşede yaxşı yaşamız. Yaxşı. Bundan oldu. Stadionumuz alamet yaxşı oldu. Şedme onu Uygur ayollarını yerketledin ki futbol oynavatkan, turnirlarını ötküzüvatkan artık bu işler bovadı. Yani bunu bizden öykünü el edigendek tuprağına aldın var, ticaretçi ballar yardım kılıp bana tuprağına içini aldın şundak stadionumuzun aldın asfaltlap şunda yaxşı kıvattı. Bosunma bizden halkının ömlüğü, bizden halkının aşı birikitini versin, bizden halkımızın artık yarı ölek oluşunu ben tileymen de yani Kudayımdan bir artık sorayım. Aşılarının yaxşılığıdan, aşılarının ömlüğüden, aşılarının artık mertliğinden muşuşla bitip gevadı. Endi Aksakallı Kengiş'nin azası retide, şu tişide hürmetlik kişi bolğanlıqdan siz şu hakkımız retide sizge bir sual koyğum kep oturdum. Halkımızın medeniyetini, sənətini saqlap qelish üçün biz neyim qilishimiz gerek? Qandaq işlarni amalga oshirishimiz gerek? Halkımızın medeniyetini saqlap qelish üçün birinci ön buluşumuz gerek. Birinci endi nimede ön buluşumuz gerek. Ön bolup bir-birimiz yarı ölek olup ön bolsak hem iş maňydy mana. Hazır biz endi bizning meyli o demeymi? İşler maňydy da. Ön buluşga yarı ölek boluş gerek, öz tilimiz sözleş gerek. Şu wagtda bizning medeniyetimiz heminimiz kaldı. Hazır endi amal yok bizning ballar hemsile mana sotka dep bela oldu. Bu sotka oruslyk ketip bardy. Şununla amal olsa öýde ballarny ýogurça ötüş gerek. Endi muşunungu bağımlılık hazırkı vaqtda aldığımızda tuğan mesele bu Uygur sınıflarga ballarını toplaş. Uygur tilde çıkıvatkan cumhuriyetlik gezitlerimizge muhtiriş toplaş. Şundaka. Yani bu işte yani jügreydiğin şu jigit başları, hanım kızlar, kengeş ezaları yani sizler. Muş hakkında. Etip ötüp geçsiniz, endi bämimizge ma'lum Dostluk mahallesinde Uygur mektebi, bu Kazakistan'daki birden bir yukarı mekteplerinin biri, yani 153. Uygur mektebi gimnaziya. Endi mektebimiz Şevket yaxşı mekteplerini remont kılıp, şunda yaxşı imdan kıvaldı ballarını. Endi yaxşı ballar okuvadı, ballarımı yaxşı berivadı. Amal olsa endi ben şu haktan tilettim balların hemsi Uygurca bilse, Uygurca okusa yaxşı boladı. Endi bu jurnallar, geziler kesek, gez kılmamış koç jigit başları öýüme kirip yezip menimçe duruşba birinci orunda mı gideyim gez kılıştı. Şuna yaxşı kevadı da. Onun da gap yok. Bizden o yerde problem onun yok. Hemisi şuna yaxşı işlep kevadı da. Jigit başları, jigit başları, koç jigit başları hemisi ayrılıp şuna yaxşı emgehlenip kevadı. Yaxşı emgehlenip kevadı. Aşlağa rahmet, aşlağa hamısın, tamısın, işler alıp basın şu. Artıqçılar. Endi Aksakallı kengeşlerinin içinde özünüzün kesipdaşlarınız hakkında etip ötüp geçseniz, sizler kançilik? Biz 13 adamdık. Üçümüz ketip kaldık. Kağallarımız endi şu pensionerlar uyda oturmuş. Hargızma adamda bu iş, hargızma adamda bu iş. Yani kendi olan endi yaşlanma degende. Yok, onda işe biz hoşal. Halkımız üçün hizmet kılsak biz hoşal. Her qanday iş olsa bizning Aksakallar taya jürep turmiz. O degen halk hizmet kılış degen o çoğun bir iş o. O hoşallık iş o. Şunun için biz Aksakallar hiç kaçan onu hadık tamdık demeyimiz. Şuna işler. Halk için hizmet kılışka xeyra olsak mı biz taya. Endi jut işide yaşla meclisini kerip tuğan, kökürügünü urup tuğan yaşla bağ mı hizmet
Qısaq, biz atqusaq şundaq işlarni deyotgan yoshlar. Ballaba, qanday ish bo'lsa biz tayyor deb turgan bolalarimiz ko'p. Shularga cho'ng rahmat. Shularning berikini bersin, baxtini bersin, tan salomatligini bersin. Xalq uchun xizmat qilamiz deb turgan bolalar har qachon tayyor bizning bolalar. Durujbuning bolalari tayyormiz, yaxshi. Shu taqshlar bizning bolalarimiz har qachon har qanday ishga tayyor. Meclisin kelib turgan bolalar shu. Endi boya o'zingiz aytib o'tyapsiz, xalq yo'lda xizmat qilgan bu nihoyatda savobliq ish. Endi sizning oilangizda, bolalaringizning ichida, nevaralaringizning ichida mush buvamning yo'lini davomlashtirsam degan yoshlar chiqib qolsa, qo'llab-quvvatlaydigansiz. Qo'llab-quvvatlaydi. Mening bolalarim hamsi endi o'zingiz oilangiz haqida qisqa. İki balam bor, bir cho'ng qiz, doktor, o qiz. Kichigi endi tijoratchi. Onun qo'ldan kelgancha yordam qilib turdi. Qizimmi shu, kuyovim shu, hamsi yaxshi. Nevaralarim texi endi ishlarga yangidan kirib nima qilyapti? Bir chavrim bor, chavrlarim endi uyda hamimiz uyg'urishib boramiz, biroq o'rishib boramiz. Shu bir bizning birinchi bir nima qilamiz shu. Qolgan hamsi yaxshi. Yaxshi bolalar hamsi yaxshi. Ko'chilmiz shunday yaxshi o'm bir ish bo'lsa yugurib turdi. Aya boy aka mana nima qilaylik, nima kerak deb. Taqshlar yaxshi. Bundan ishlar. Endi oldinlar qo'ygan maqsadingiz bilan, rejalaringiz bilan bo'lishib ketingiz. Endi maqsadimiz, oldimiz qo'ygan maqsadimiz bizning qurultoy bo'ldi. Chexiyada. Uyg'urlar qo'ydi. Uyg'urlar. Shuningga endi bolalar bormiz deb tayyorlab qo'ydi. Shuningga qo'limizdan kelgan yordamlarni qilyapmiz. Bu dunyo yuzlik qurultoy deb bo'ldi. Dunyo yuzlik. Qurultoy. Undan keyin endi amal bo'lsa yordam qilish yoshlarga. Yardım qilish. Yana bir yardım qilish. Shu amalimiz qo'limizdan kelgan yordamimizni qilsak, biz uchun cho'ng bir qo'rshallik, ham cho'ng bir qo'rshallik. Nima uqdiq. Mening deganim shu bolam. Endi Nurahmat aka, bizning ekran oldida o'tirgan teletomoshabinlarimizga o'zingizning niyatlaringiz bo'lsa marhamat. Endi mening deydiganim shu xalqimga birinchi inoqlig'inglarni bersin, Xudoyim, beriktinglarni bersin, bir-biringlarga yor yo'lak bo'linglar. Tilimizni saqlab qolaylik, dinimizni saqlab qolaylik. Hamma yaxshiliklar bizning dinimiz, millatimizga bor yaxshiliklarni saqlab qolaylik, omon bo'laylik. Har qachon bir-birimizga yor yo'lak bo'laylik. Shu. Rahmat Nurahmat aka, yana bir qatim sizga cho'ng minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlardek cho'nglar, hurmatli azimatlar bu vaqtida biz, ya'ni yoshlar sizlarning bergan yo'llaringiz bilan, nasihatlaringiz bilan to'g'ri yo'lda yurimiz deb umid qilamiz. Sizga ham Oqsoqollar kengashlarining har bir a'zosiga cho'ng ijodiy yutuqlarni ham tasavvur Rahmat. Sizlarning ishinglarga ijodiy yutuqlarni tilaymiz. Yaxshi ishlaringlar, ishlaringlar yerda qolmasin, qaq tushansin shuni. Rahmat. Hurmatli tomoshabin, shuning bilan biz programmamizni shu yerda tamom qilamiz. Faqat kelasi programmamizgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'laylik.